Avto obunachilari, navbatdagi mashinamiz Captiva. Mashinamiz yili 2014-yil, bosib o'tgan masofasi 93 ming kilometr. Mashinamizning kraskalari toza. Rektovka, bitno joylari yo'q. Mashinamiz balonlari yangi holatda. Ichkilarni ko'rsataman. Obshipkalar, torpedalarda qirilgan, sirilgan sarapenalar yo'q. Mashinalar görüşler mümkün. Sizlerle hem yizdirmegen o'ta chiroyli, akkuratli haydalgan mashina. Bu mashinamizda propan tabletkalari bor. Tabletka gazi zapaskani o'rniga qo'yilgan. Betski zeylar siljimagan ko'rishlar mumkin. Mashinamizning holati juda ideal holati. Zeylarlar matli turibdi. Bu mashinamizni Agres Avto obunachilari uchun $15 ming, yana ozgina kami bor, o'tib beramiz. Bank nasiya savdo kelishamiz. Salomat bo'linglar.